Shunchaki bitta qo'ng'iroqsa televizor berib yuborasizlarmi? Albatta, 25-dekabr kuni soat 12:00 da birinchi telefon qilgan obunachimizga shu televizorni berib yuboramiz. Rio savdo do'koni xodimlari nomidan 32 lik smart televizorni obunachilarga sovg'a tariqasida berishyapti. Sharti bizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. 25-dekabr kuni kunduzgi soat 12:00 da kim birinchi qo'ng'iroq qilsa, nomer qoldiraman pastda, o'sha nomerga kim birinchi qo'ng'iroq qilsa, o'sha omadli obunachiga televizorni shunchaki sovg'a tariqasida berib yuboramiz. Hech qanaqa savdo qilgan bo'lish shart emas. Shunaqami? Yaxshi. Endi qaranglar, kuzatib turinglar, obuna bo'lib olinglar. 31-kunga kattaroq sovg'alar tayyorlab qo'yganmiz. Testani qo'yib yuboramiz 31 ga. Keyingisiga televizordan ko'ra albatta kattaroq, qimmatroq narsa Xo'p, qo'yamiz. kuzatuvchilar kommentariyada yozinglar, nima qo'yishimizni xohlaysizlar. Agar sizlarga manaqa narsa qiziq desanglar, o'sha narsani qo'yamiz. Uni 31-kuni o'tkazamiz. Hozircha 25-kunga tayyorgarlik ko'ringlar. Kim soat 12:00 da birinchi qo'ng'iroq qilsa, shu obunachiga manziliga olib borib beramiz. O'sha yerda video qilamiz. Pryamoy efir qilamiz 25-kuni. Pryamoy efirda sovg'ani o'sha qo'ng'iroq qilgan odamni topib olib borib beramiz. Xo'p, profilga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanaqadir savollar bo'lsa kommentariyga yozinglar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Yaqin tanishlarga jo'natib qo'yinglar videoni.